Mana bog'lar salqin, chiqib dam olamiz, gaplashamiz shu yerda o'tirib. Sheriklar bilan hamma xursand. Xalqqa juda yoqadi bu qilgan nimalari. Xalq xursand. Ertamatan shu imkon qadar qancha ko'p yursang yaxshi deydi. Yuramiz ertamatan chiqib trenirovka qilamiz. Yana shu bog'lar ichida aylanib, soya salqinlarda yuramiz. Havolari toza mana. Ichkariga kirgimiz kelmaydi bog'larda. Doim mana shu soya salqinlarda o'tiramiz. Chiroyli joylar mana. Rahmat. Doktorlarimizga rahmat mana. Hamma sharoitlar yaratib qo'ygan. Hammalarga avvalambor shifo tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz sog' bo'lsin. Kasallar kasal bo'lmasin ham. Shu yerda doktorlar dori bilan davolasa biz tabiat bilan davolaymiz zaman bo'laveradi. O'sha yerda 5-10 ming qadam yurgan odamlar sog'lom bo'lib ketadi. Bu bog'imiz 5 gektardan iborat. Ularni sug'orib, parvarish qilib, ekamiz, tikamiz endi